Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizni başlayımız. Leksiye de Sadaqaca Rozi. Şangan 8 Darvoza Üniversiteti bayanat e'lon qilib, shahar xalqining qarshilik ko'rsatishini qo'lladi. Mavzuli xabar 2 ayning 14-kuni Jungo nazari tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 2 ayning 9-kuni Shangang Wangzhou ko'chasida shahar xalqi bilan saqchilar o'tirishi to'qinish yuz berdi. Asli namoyish 2 ayning 8-kuni kechda boshlandi. To'qinish yuz berdi. Zo'ravonlik orqa-orqadan yuz berishga boshladi. Chag'on bayramining 1-kuni Wangzhou ko'chasida ho'pigarlarni ko'chada savdo qilishni cheklashdan boshlangan saqchilar bilan shahar xalqining to'qinishi tashqari dunyoda biliq tuxumi inqilobi deb ataldi. Hong Kong Universiteti, Zhongshan Universiteti, Shangang Chen Universiteti, Shangang Pan-Texnik Universiteti, Hong Kong Tabiiy Fanlar Universiteti, Hong Kong Lingnan Universiteti, Hong Kong Shuren Universiteti, Shangang San'at Instituti qatorliq 8 darvozalik universitet o'quvchilari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Hong Kong shahar xalqining qarshilik ko'rsatish harakatini qo'llaydiganligini bildirdi. Hong Kong Universiteti bayonot e'lon qilib, ommaviy qo'zg'alish qarshilik ko'rsatish bu odil harakatdir deb ko'rsatdi. Hong Kong Universiteti 3 nafar o'quvchi, Shangang Zhongshan Universitetidan 2 nafar o'quvchi shu kuni namoyishga qatnashib qo'lga olindi. Hong Kong Universiteti o'quvchilar uyushmasi abadiy qarshilik ko'rsatuvchilar tarafda turimiz mavzuliq bayonot e'lon qilib, saqchi taraf shu kuni qasddan xalqning g'azabini qo'zg'adi deyildi bayonotda. Hong Kong yani Shangang Chen Universiteti o'quvchilar uyushmasi o'limdan qo'rqmagan xalqni ölüm bilan qo'rqitishing mumkin mavzuliq bayonot e'lon qilib, Hong Kong Chinda Universiteti o'quvchilar uyushmasi, takrorlaymiz, o'limdan qo'rqmagan xalqni o'lim bilan qo'rqitishing mumkin mavzuliq bayonot e'lon qilib, Shangang hukumatining namoyishchilarga nomuvofiq zo'ravonlik bilan muomala qilganligini aybladi. Hükümet qadam besim işletti. Namoyishchilar 10 hasilab qarshilik ko'rsatdi. Bayonotda shundoq deyildi, hükümet qayta besim ishlatdi. Namoyishchilar 10 hasilab qarshilik ko'rsatdi. Yani ishlatgan besimga 10 hasilab qarshilik ko'rsatish bilan javob berdi Shangang xalqi. Adolatchilik bilan adolatsizlik azaldan chiqishaligan emas. Shangang Chinda Universitetining bayonotida adolat bilan adolatsizlik azaldan chiqishaligan emas. G'azab yolqini Shangangda bargan siri ulg'uydi. Boturlik bilan qarshilik ko'rsatish orqa-orqadan yetib keldi. Umumiy xalq qo'zg'alayli. Shangang xalqining o'rtaq arzusini qo'lga keltirgucha qo'zg'alayli deb ko'rsatildi bayonotda. Bunun keyindan Hong Kong yani Shangang Pan-Texnik Universiteti, Hong Kong Tabiiy Fanlar Universiteti, Hong Kong Lingnan Universiteti, Hong Kong Shuren Universiteti, Hong Kong San'at Instituti qatorliq oliy maktab o'quvchilari bu qatimqi namoyish yoki qo'zg'alonni qo'llab orqa-orqadan bayonot e'lon qildi.